Men o'zimga qabr qazyapman. Sababi chekindi. Meditsina tarafdan hali o'lim kunimni aniq aytishgani yo'q. Lekin o'lib borayotganimni o'zim sezyapman. Keling sizga boshdan tushuntiraman. Bugungi kunda insonlar chekishga oddiy qarashadi. Oddiy hol, hatto tamakisiz qolsak asabiylasha boshlaymiz. Men ham xuddi shunday o'rganib qolganman. Har kuni kamida bir pachka sigaret chekaman. Avval bugun yoshlar orasida ommalashgan vape chekardim. Lekin sog'lig'imdagi keskin o'zgarish tufayli doktorga bordim. Chekish tashlash kerak. O'pkaga suv yig'ilib bo'lgan. Sruchni operatsiya qilish kerak. Agar operatsiyadan keyin ham tashlamasangiz, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Boshimdan og'ir operatsiyani o'tkazganimdan keyin vape'ni tashlashga majbur bo'ldim. Lekin yana sigaret cheka boshladim. To'g'ri, sigaret bilan vape'ning zarari deyarli bir xil, lekin sog'lig'imdagi o'zgarish vape'nikichalik tez sezilmasdi. Men o'layotganimni sog'lig'imdagi o'zgarish tufayli sezganim yo'q. Bilasizmi qachon sezdim? Farzandlarimdan, ayolimdan eng alam qiladigani o'z onamdan uzoqlasha boshladim. Doim borganimda sevinib bag'rini ochadigan keksaygan onam hozir bo'lsa tamakini hididan biroz orqaga tisariladigan bo'ldilar. Yana bir narsa eshitdim. Tamaki hidi inson o'lgandan keyin ham tanasini tark etmas ekan. Men o'lganimdan keyin farzandlarim meni yuvish uchun kirganda dimoqlariga tamakini hidi urilishini o'yladim. Siz ham bir tasavvur qilib ko'ring. Qanaqa dahshatli holat.